xushfalaklar, ijobatdir bugun barcha tilaklar. Bismillohga ko'taring bugun bilaklarni. Ayting kimdalik kabi ko'zim bor mening, sizdek aziz mehribon xalqim bor mening. Aziz xalqimga assalomu alaykum, xush kelibsizlar qadaminglarga hasanot. Yetkarganiga ko'rsatganiga Alloh taologa behisob azlarim, shukronalar bo'lsin. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, gar malol kelmasa sizlardan katta iltimos. Kelinglar o'rnimizdan turgan holda, chiroyli guldiroz qarsalar ostida kechamizning quroli va qurolichasi kelindir kuyovimizni to'y davrasiga ajoyib kuy-novalar ostida chorlab qolaylik. Qani ketdik, to'ydan boraymiz. Yoshlar omadinglarni baxtinglar bersin. Ezgu kunlar sizlarga hamroh bo'lsin. We got that, we got
Guldiroz Hasanjonimizda yangi to'ylar muborak bo'lsin, oy-soqatlangan kelin muborak bo'lsin, ezgu kunlar ko'ring, farzandlaringizni salomatlik ko'ring. Mana shu davrimizda kuyovlarimiz bobolari bor ekan, kasbim shimlari yarashgan, kam ko'ziga qarashgan, kelin salom qiladi, ibo bilan egiladi, qabul aylang Hasan bobosi, Husan bobosi, sizga salom yor yor, qabul aylang bobolari, sizga salom yor yor. Hasan aka, Husan aka muborak bo'lsin, kelin muborak bo'lsin, huzur salomatlik ko'ringlar. Ezgu kunlar sizlarni tark etmasin hech qachon. Omadlar tark etmasin. Hasan bobosi, Husan bobosi, marhamat. Qaynonasining nikoh yezlari bor ekan, marhamat. Azar Guldiroz qarsalar ostida bugungi oqshomimizdan nikoh muziklari. Nikohlaringiz obod bo'lsin, ezgu kunlar hamisha sizlarga hamroh bo'lsin deymiz. Yana bir marotaba aysoqatlangan kelin muborak bo'lsin. Farzandlaringizni huzur salomatini ko'rish nasib aylasin. Ezgu kunlardan boshingda chiqmasin deya niyat qilib qolamiz. Mana shu davramizda kuyovlarimizning kollektivlaridan bor ekan. Ana shularga bitta salom qilib qo'yasiz, kelinoyimiz. Mehmon kelsa xushliya, mehmonxona xushliya, kelin salom qiladi, ibo bilan egiladi, qabul aylang kuyovlarimizning kollektivlari ishgalari. Sizga salom yor yor, qabul aylang aytajonlari, sizga salom yor yor. Kuyovlar qolib ketishga mana shu davramizda sochini qiyshib qaragan, qizlari ko'rsa qaragan, kelin salom qiladi, ibo bilan egiladi, qabul aylang kuyovlar, sizga salom yor yor. Siz ham kuyov bo'lmagan bo'lsangiz, yaxshi qo'shangalarga kuyov bo'la oling, kuyov bo'lgan bo'lsangiz, qo'shqadek o'g'il, parizodadek qizlarga nasib aylasin. Davramizda o'zlari, chaqnab turgan ko'zlari, kelin salom qiladi, ibo bilan egiladi, qabul aylang kelinoyimiz digonalari, sizga salom yor yor, qabul aylang digonalari, sizga salom yor yor. Endi kelinoyimizga o'tira tomonga qarab olasiz. Satin do'ppi xaridori, yigitlarning xaridori, kelin salom qiladi, ibo bilan egiladi, qabul aylang kuyovtura, sizga salom yor yor, qabul aylang kuyovtura, sizga salom yor yor. Guldiroz Hasanjonimizga ilohim yaxshi kunlarni ko'ringlar. Sanjarbek, ana endi o'z o'rnidan qolaversa aziz mehmonlarimizdan iltimos qilmoqchimiz. Marhamat tanlab sevgan yoringizning yuzaki to'yni qopini aytsangiz, kelinimizning oq chehralarini ochib qo'ysangiz. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin. Qarsaklar eshitilyapti, kuyovjonalar, kelinlar. Ana endi ozgina davramiz kiyinmoqchilar, sizlardan qolib iltimoslar. Kelinlar kuyovimiz sizlar hamda bizlar uchun atagan raqs dasturlari bor ekan. Ya'ni yoshlarimiz uchun badsozi. Yoshlarimizni davramizga chorlab qolamiz. Rahmat bilan mana shuni berganingiz, shularni uspexov, samni o'quvchi, o'tishning omadinglarni vaqtinglar bersin, ezgu kunlar hech qachon boshingdan chiqmasin. Mana bu besamam ishlar qilib ajoyib effektlar ostida.
Ezgu kunlar hamroh bo'lsin dunyoda. Bugungi to'y tantana sizga hamrohdir. Har doim hamisha ulfat bo'lib, sevib qadrdonlar, do'stlar. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Bugungi misol kechamizga o'zlarining yaxshiyatlari ila qadam ranjida qilgan baxtibor baxtiyor insonlar xush kelibsizlar deymiz. Qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin deb qolamiz. Yana bir marotaba assalomu alaykum xonimlar va janoblar, nurdon nuroniy otaxonlarimiz va mehrlari daryo onajonlar. Bobar Chiroyli opa-singillarimiz, Safardas Bahodir aka-ukalarimiz, avlodimizning davomchilari, aziz farzandlarimiz, barcha mehmonlarimizga, Turkmaniston vatandoshlarimizga, Qo'ytandoq el u xalqiga, hammalarga ming ta'zim aslar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum deb qolamiz. Mana ushbu oqshom ko'rib turishingizdek, o'zining yaxshi xislatlari, o'zining yaxshi fazilatlari bilan xalqimizda katta ot og'aydan foydalanib kelayotgan akam Safarmurat akamiz hamda yangamiz Oysafot yengamizning fayzli barakatli dasturxonida katta to'y tantananing guvohi bo'ltirmiz. Ya'ni Safarmurat akamiz hamda Oysafot yengamiz bugungi oqshom oslar jondan shirin bo'lgan farzandlari Sanjarbek. Xolos ularning shu kundan boshlab umr o'rtog'i bo'lajak. Go'zal va betakror kelinimiz Dildoraxon kelinimizning badmisol kechalar nishonlar ekanlar. Yoshlarimizga omad va sihat salomatlik, hamisha har doim yo'llari farovon bo'lmoqni tilagan holda kechamizni urf-odatimizga binoan keksasi bor xalqning parisi bor deganlardek yosh o'quvchilar, yosh kichiklar degan maqolga rioya qilib to'y davasiga Hasan bobolarni katta mamnuniyatlar bilan chorlab qolmoqchimiz. Bugungi oqshomimizga to'y boshchilik zimmasini o'z boshiga olgan to'yboshimiz, assalomu alaykum aka, to'ylar muborak bo'lsin, sulolangizga kelin muborak bo'lsin.
Xudo xolasa avlodingizdan, sulolangizdan hech qachon mana shunaqa ezgu kunlar, vazm jamshidlar arimasin. Husan aka, siz ham davramizga kelsak, juda maqsadga muvofiq ish qilganimiz bo'ladi. Husan aka, siz ham topding. Endi har kimga vazda mana shunaqa ekizak farzandlarni, mana shunaqa mehr oqibatga to'la farzandlarni Alloh nasib aylasin. To'ydan muborak bo'lsin Husan aka sizga. Avlodingizga kelin muborak bo'lsin. Marhamat. Salom sizga, lolalarning lolasi. Salom sizga, Chinustonning bolasi. Salom sizga, Rayhon xotidan. Salom sizga, Hasan bobom nomidan. Assalomu alaykum. Uzoq va yaqindan kelgan aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun Xudoyor xonadonida katta to'y tantana. Bu to'yimizning sababchisi bo'lgan ukajonim Safarmurod, kelinimiz Ayzatxonlarning eng birinchi farzandi bo'lgan Zanjarjon nevaramiz hamda kelinimiz Dildiraxonlarning bugun bag'it to'yini tabriklayman. Tabriklamak bilan sizlarga men avvalo labingizda kulku, chehrangizda tabassum sira arimasin deman. Sizning Ishmo'min bobongizning ruhlari hamda Saramomanning ruhlari doimo qo'llab-quvvatlab yursin deman. Shuni bilan to'yimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Rahmat to'yimizga kelgan xush aziz mehmonlarimiz. Assalomu alaykum mehmonlar, uzoqdan va yaqindan kelgan mehmonlar. Mana sizlarga nevaramiz, ham Dildira kelinimiz, Safarmurod ukamiz, Aysat kelinam to'yda nevaralar to'yida ochiq bo'lib Sog' bo'ling, salomat. Biroz qasr chalamiz. Katta rahmat, boshingizdan bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ana endi mehmonlarga qarab bilasizlar. Omadinglar bo'lsin. Kendimizning mehribon dadajonlari, O'nboy akamiz hamda Xursangul yangamizning kuyov muborak bo'lsin. O'nboy aka, Xursangul yanga, farzand to'ydan muborak bo'lsin deymiz. Ilohim farzandlaringiz qizil xonadonda bo'lish nasib aylasin deymiz. Ana endi yoshlar o'zingiz uchun tayyorlangan to'y dasturlari bo'yicha bilasizlar. Noz-ne'matlardan bo'lsin. O'tiringlar yoshlar. Omadinglar bersin, baxtinglar bersin, yaxshi kunlar sizlarni tark etmasin. Siz farzand bo'linglar. Ustoz, to'yimiz tantanamiz chiroyli hamda shodyon fursatlarda ochiq deb e'lon etildi. Endi to'y egalariga, to'y sohibalariga, aziz mehmonlarimizga, mezbonlarga, hammalarga yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyatlarni tilab, navbatda kuy-novalarga ajoyib taronlarga beramiz. Bugungi oqshom sizlarning xizmatingizga arzimadim. Bugun kechamizni dinchilarga tarixiy voqeaga aylantiradigan video operatorlarimiz, Rashid akamizning boshchiligidagi video muhandislar, qolaversa surat rasmchi do'stlarimiz, Amon ukamiz xizmatingizda bo'lib turibdilar. Kuy-novalar bilan kechamizni, to'y tantanamizni o'zgacha go'zallik, fayz qo'shaman deb qo'llari ko'ksida turgan san'atkorlar. Elimizning, xalqimizning bulbuli desak mubolag'a bo'lmaydi. O'z sohasining yorqin yulduzi, o'z sohasining zo'r mutaxassisi, xushovoz xonandamiz O'rol Mahmadqulov ajoyib taronlar bilan xizmatingizda bo'lib turibdilar. Yonlarida hammasdan istiqbolli xonanda qizimiz, serqirra ijod sohibi, serqirra ijod ko'ngili kuyluvchisi, elimizning, xalqimizning mehrini qozongan xushovoz xonanda Sayroxon Eshtimirova ajoyib taronlarni sizlarga taqdim etar ekan. To'y tantanamizdan bugungi oqshom chiroyli hamda shodiyona o'tishga mana biz chaqirib o'tamiz. Albatta sizlardan yaxshi kayfiyat, chiroyli raqslar bo'lsa, hammalarga yana bir marotaba sizlarga yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyatlarni tilaymiz. Yuzingizdan kulgu, chehrangizdan esa hech qachon tabassumlar arimasin deymiz. Choq sozlandi shu sozing. Qo'lda qo'ygan qo'shiq bo'lsin. San sozingdan ilhom ol. Ko'ngilda doimo ko'ngilga bo'lsin. Farqli. Ôi
Bittalar haqlar yozganman. Yigirma yoshda ona boshda, sahdan bilan o'z toshda, hali yoshdan, sevgilim hali yoshdan. Yigirma yoshda ona boshda, singlim bilan o'tin yoshda, hali yoshdan, hali yoshdan.
mehmonlarimiz bor. Yaxshi niyatlarni, priz qo'yilgan prizlarni egalariga qo'shilgandan keyin Xudo xolasa kechamizni yanada ajoyib taronalar, shoh sanolar bilan davom ettiramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu davramizda Husan akasi tomonidan 50 lira o'rtaga prizga qo'yildi. Narsahat akasi tomonidan 50 lira o'rtaga prizga qo'yildi. Xalqboy akasi tomonidan 5 darmon o'rtaga prizga qo'yildi. Hasan akasi hamda Aysar momosi tomonidan 5 darmon o'rtaga prizga qo'yildi. Mana shu prizlarni yaxshi o'ynagan o'yinchilarimiz uchun topshirib qo'yamiz. Keling Hasan aka. Mana shu davramizda Husan akasining sovg'alari bor ekan. Husan aka keling. Safarmurod sinfdoshi bilan Aysahat kelimiz uchun sovg'alar bor ekan Husan akasi tomonidan. Oila aslida muqaddas dargoh. Poklar qadam bosar ostonasiga, mening taqdirlarni bog'laydi nikoh. Umrini yozib qo'ydi peshonasiga. Qo'llariga taqilgan tillo uzuklar. Totuv yashashning sirri muhridir. Dunyoni allalar oltin beshiklar. Ota-ona baxti mehridir. Ish-kushki sultoni malikasiday umri kechirmoqqa qiling ahd-paymon. Boshlar uzra sochsin nur quyosh oy, sizga saroy bo'lsin yulduzli osmon. Mana shunaqa yulduzli osmon ostida to'y berayotgan sinfdoshim Safarmurod hamda Aysahat singlimizga to'ylar muborak deb qolamiz. Sanjarbek Dildoraxon, baxtli bo'lingizlar. Hayoti yo'llaringiz bardavom bo'lsin. Nikoh to'ylaringiz muborak bo'lsin. Oila saltanat sarhatlariga qo'ygan qadamlaringiz qutlu o'tsin deb qolamiz. Sevilib yashang, sevgi muhabbat sizlarni hech qachon tark etmasin deb Husan akasi sovg'alari bor ekan. Keling Aysahat singlim davramiz markaziga. Husan qaynog'amiz tomonidan sovg'alari bor ekan. Marhamat, san'atkorlarning sozlari bilan sovg'alaringiz muborak bo'lsin deb qolamiz Husan akasi. Sanjarbek Dildoraxon o'tirib bilasizlar, sog' bo'lingizlar. Yaxshi o'ynagan Safarmurod sinfdoshimning sinfdoshlari bor. Bobolari Sanjarbekning Ishbir bobosi, Toshpo'lat bobosi. Kelingizlar davramizga. Bahriddin bobolari sovg'alari bor ekan. Aysara, Mehridil kelingizlar. Mana shu yerda Sayyora ham, momalari ham bor. Kelingizlar. Sovg'alaringizni qabul qilingizlar. San'atkorlarning sozlari bilan Aysara, Mehrigul, Ishbiri, Bahriddin, Toshpo'lat kelingizlar. Hamda shu davramizda Xushboq atalari bor ekan. Keling, Xushboq atalari. Gulboy jizzasi bor ekan. Gulboy keling. Kelingizlar. Mehrigul, Aysara kelingizlar. Momalari. Sayyora momosi kelingizlar.
rayhonlari bo'y taratmishdir. Sozli için yürekni yondirar demen, oshqar ohidan kuy yer olmishdir deya. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, yana bir marotaba hammaga to'ydan boring bo'lsin deymiz. Mana bu prizlarni Xudo xolasa chiroyli raqsga tushganlarini bugun o'zimiz tanlab seçib, qolaversa sizlarga berib boramiz. O'zbekistondan kelgan mehmonlar bor bugun. Qirg'izistonlik, qozoq qolaversa o'zimizning aziz do'stlarimiz bor. Mana shu o'zbekistonlik mehmonlarni iltimosiga binoan ikkita kuy-novalarni iltimos qildilar. Inovatlarni albatta ko'z oldimizga olgan holda sizlar uchun aziz do'stlar, qani ketdik, davramizga tayyorlab qolamiz, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Qirolicham ko'chaga chiq, qirollarning qiroli keldi, senga berib shirin va'dalar, seni olib ketgani keldim. Senga berib shirin va'dalar, seni olib ketgani keldim. Davrasizniki qani ketdik.
ilohim Allohimdan qaytsin avvalambor. Undan keyin Safarmurod akam hamda yangamizdan, chechamizdan yaxshi kunlaringizga qo'shib o'rtaysin. Oy Safar yanga, Safarmurod aka, yana bir marotaba kelin muborak bo'lsin. Topganinglar yaxshi kunlarga, mazmun javishlarga buyursin. Azar xalqimizda mana shunaqa urf odat bor. To'yga keldingmi, to'yona bilan ketasan. Bizning Turkman xalqimizning to'y tantanalari, dasturlari shunaqa. Yanada sog'a sarfoylarini kiydirish marosimi, ya'ni chiroyli o'ynaganlarni davramizga chorlaydilar ustozim. Undan keyin yanada kechamizni sizlar uchun davom ettiramiz. Marhamat. Mana shu davramizda yaxshi o'ynagan hurmatli mehmonlarimizdan Safargul yangasi, Mehri bo'lasi, Zamira bo'lasi, Gulmira bo'lasi, Sherali uka, Botir ukamiz, Zaynab, Shermat, Mahira, O'tkir, Ashir, Gulboy ukamiz hamda mana shu davramizda Dilnozaxon singlimizning sovg'alarini berdik, Xurshidaxon singlimizning sovg'alarini berdik, Yulduz singlimiz, Shakir ukamiz, Maqsud Kevtiramizning jo'ralaridan Xurshid, Sherzod, Dinara, Zaynab, Eynish, Yulduz, Eldor ukamiz, Bahrom ukamiz, Ruslan, Atabek hamda Qo'xa ukalarimizni davramizga chorlab qolamiz azizlar. San'atkorlarning sozlari bilan sovg'alaringizni qabul qiling azizlar. Hurmatli do'stlar, to'y tantanamiz chiroyli hamda shodiy fursatlarda o'tiribdi. She'rda kelindir kuyovimiz uchun, kechamizning sultoni va shahzodasi uchun shirin tomon tortlar tayyorgarliklarini ko'rdilar. Demak, yoshlarimizni avvalambor davramizga chorlaymiz. Undan keyin to'rt kesish marosimiga navbatni beramiz. Ana undan keyin xudo xolosa ajoyib taronalar, sho'x sadolar bilan azlanib yanada kechamizni davom ettiramiz. Shu yerda prizlar bor ekan, shu prizlarni yana qo'yishsalar. Mana shu davramizda Akbar Muhabbat tomonidan 100 lira ortiga prizga qo'yildi. Mana shu prizlarni Botir ukamiz hamda Zarifa singillariga topshirib qo'yamiz azizlar. Hamda davramizda Husna ukamiz bor bo'lsa keling. Husna amakisiga o'tiramiz. Keling davramizga bor bo'lsa keling. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Marhamat. Kechamizning qurol va qurolichasi kelindir kuyovimiz davramizga tushinglar.
Shefi Pastayaxon davramizda bo'lsanglar. Kelinimizning opalari, kelinglar to'y davrasi sizlarga muntazir. Dilorom, Zarifaxon to'y davrasi sizga muntazir bugungi oqshomimizda. Kelinimizning opajonlari, shirin istaklari, yaxshi niyatlari bilan kechamizning ishtirokchilari bo'lib turibdilar. Dilorom hamda Zarifa davradoshlar orasida bo'lsangiz, singillarim, ushbu oqshom eng bir orzu tilaklaringizni, eng bir shirin istaklaringizni bayon etmoqni iltimos qilamiz. Vaqtli bo'linglar. Opa, Dildora opa, Sanjar jiza, nasib bo'lsa vaqtli bo'linglar. Shu kunlarga yetib turaylik, nasib bo'lsa. Bog'da kirsam maylimi, gullar tersam maylimi, opam bilan jizamni tabriklasam maylimi, tarelkada shikolat, erigan. Opam Dildora bilan jizam Sanjar bog'da bo'linglar. Shu kichkina podarkamiz borda shuni topshirishga ruxsat etingizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, opajonlari, tilaklaringiz amalga oshsin deb qolamiz. San'atkorlarning sozlari bilan harakatli to'ylar bo'lsin. Opasiga davlatlar bo'lsin. Rahmat, Sanjarbek hamda Dildoraxon davramizga tushishini iltimos. Shirin tomon turklarni kezish marosimiga navbatni beramiz. Bugungi yoshlarimiz uchun qanday hamda Lola singlimizning ajoyib ko'rgazmalari hamda ajoyib tarixiy effektlar ostida. albatta buyum an'ana, yaxshi o'zim an'ana, to'y bahor do'stlarim, diydor ko'rishdik yana. Keling yo'q yosh, bir oy bir quyosh, xizmatidan charchamas, do'sti yori qarindosh, ular bo'lsin omon boshi, so'nmasin baxti yoshi, yaxshi niyat qilganning to'ydan chiqmasin boshi deya kelganlarimizni endi to'g'risi marosimiga o'tamiz azizlar. Marhamat kelganlar. Orzucha qurishsin kamalak bilan, yer aylanib tush kamalak bilan, yashasin yasha burqarak bilan, umrimiz asli bir kun, o'sha kun bugun deya marhamat Sanjarbek Dildoraxon tirnochaga to'plaringizni umringiz topgan shirinlar bo'lsin. Ustidagi gullar kabi ochiqlar bo'lsin. Hamisha har doim bahramon bo'lsin, to'ylaringiz muborak, ayyom muborak. Marhamat, shirin tomon turnalarni kesinglar. Yoshlar baxtli bo'lishsin, qo'shniimiz bilan qo'shaqaring eng bir ezgu kunlarni sizlarga tilab qolamiz. Hayotingizda mana shunaqa yaxshi kunlar armasin. Harakatli gulroz xavfsizlar ostida. Kelinglar. Dunyo tasviri borligi uchun ko'taring do'stlarim shu qadarni Sanjarbek bilan Dildoraxon kelinimizning sog'lig'i uchun. Gulroz xavfsiz chalamiz.
Pastay chiqarolim. Darsonlar shefim pastay olaman. Pastay chiqar baba. Rahmat. Shefim pastay chiqarolim. Endi Sanjarbek davromiz ozgina keyin ochinglar, davramizga bitta diqqat qarab turasiz. Ikkalangiz ham bugungi yoshlarimiz gurgurlarga yetgan uchun kutib turibdi. Kuyov bolamizning do'stlari bor, zabardast bahodir Qo'ytantoq yigitlari. Sizlar ham kelinglar davramizga. Yaxshi niyat aytamiz deb turibdilar. Avvalambor mana shu singillarimni shirin saytlar bilan kechamiz davom ettiramiz. Kuyovjo'ralar, sizlar ham kelib turinglar iltimos. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar singillarim. To'ydan muborak bo'lsin. Kelin bo'lmagan bo'lsanglar yaxshi qo'shankalarga kelin bo'linglar. Kelin bo'lgan bo'lsanglar ham qo'chqardek o'g'il, parizodadek qizlarni Allohim nasib aylasin. Marhamat. Dildor do'stim, Sanjar aka, sizlarni ekliklarimiz bilan tabriklayman sizlarni. Shirin shakar bolalaringiz bo'lishini orzu qilaman. Я вам желаю счастья, я вас люблю. Ashta kelin bilan bog'otli bo'lib o'sha qaring. Hamsha gulingizni so'lmasin. Hamsha to'y deb yurasiz uchun. Ashta mardonda ashta hatto ko'rka. Shirdalarni hatto ko'rka. Guldiroz Hasan jalamiz rahmat. Harakatli kelinimizning dunyolari hamda kuyovjo'ralardan ajoyib sovg'alar qo'yiladi. Sanjarbek, she'rda dadangizdan telegramma kelibdi-da, mana shu telegrammani o'qib eshitsak, ozgina davomimizni to'liq aytsangiz. Sanjar, ozgina kelasizlar iltimos sizlarga. Mehribon dadangiz ham Sanjarbek, o'g'lim, assalomu alaykum bolam. Yaxshimisan? O'g'lim bugun baxt to'yingni ko'rib, baxt to'ying kuniga yetganingdan juda ham xursandman. Yoningdagi yoring senga yor bo'lsin, ham do'st bo'lsin. Onajoning yoningda turibdimi? Onajonlari bormi? Sanjarbekning yoniga. Onajoning yoningda turganidan juda ham faxrlanaman bolam. Shu ayang bilan ikkamiz birgalikda baxtingizni ko'raylik. Ilohim hech qachon o'g'lim yo'lingga to'siq bo'lmasin. Sen juda yaxshi qilasan bolam, men seni yaxshi ko'raman. Jonimdan ortiq ko'raman. Men o'zimni demayman, hech qachon onangni xo'rlama bolam. Shunaqa bir sadoqatli yashanglar. Yoningdagi yoring, sevgan yoring bizga bugundan boshlab kelin emas, qiz farzandimiz debdilar. O'g'il har doim hamisha omonligi bersin debdilar. Qo'shganing bilan qo'shsha qari debdilar. Undan keyin diktorlar qattiq aytib mana shu gapni o'zi biladi, faqir aytib debdilar. O'g'lim Sanjar, dadang borligini rasmini bos debdilar. Guldiroz Hasan jalamiz. Otang bor. Dunyoda yo'q baxtli inson. Yopishmoqda onang bor. Dunyodagi davlatlardan boysan. Ayollariga yiqilib olgan. Vaqti kelib toqqan ro'molidan, vaqti kelib kiygan do'ppisidan isini ham topolmaysan do'stim. Onangning har doim omadan tilar. Senga duo qilsin mehribon dadang. Tog'dan zabardasting bor bu dunyoda. Sanjarbek sening onang bor hamda dadang. Omad bor sendan ketmasin. Har doim shular duolar qilsin. Qo'chqardek o'g'il, parizodadek qizlar bilan suyuntiring. Seni suygan volidang bor. Dunyodagi padarsiz voliy, mehribon
Sapar Murat akamga rahmat. Shular o'g'il yetishtiribsizlar. Xalqimizga dasturxon yozib to'y berdilar. To'ydan boshingga chiqmasa, topganinglar yaxshi kunga bersa. Bitta chiroyli gul gilosi qarsak, mana Ona hayotda yashash boshqacha. Onaning tarbiya, mehr boshqacha. Kirsa yangi hatto 90-100 yoshgacha ona hayotda yashash boshqacha. Xudodan baxtini so'rab, Sanjarbek Abdurahmon baxtli bo'lingizlar. Onajonlaringiz baxtingizga sog' salomat bo'lsin. Safarga tosh, safarga toshimga bugun Sanjarbek Abdurahmon kelimizni baxtiga chin yurakdan tabriklayman. marhamat. Sabobo rahmat. To'ydan bor bo'lsa. Endi azalga davomimiz keyinroq ochamiz. Kelinlar uchun shilbar sozi ushbu oqshomimizda tuman organizatsion Zoir do'stimizning ajoyib effektlar bilan Dilamova javob beramiz. Ishlar so'zlarini
Mana yaxshi kunlarni ham, to'y tantananing ham o'z vaqt poyoni yetib keldi. Hasan bobo bitta davramizga kelib yoshlarimizga duo qilib bersanglar, Hasan Husan akalarim, bugungi oqshomimizning to'y boshchilari yaxshi niyatlari, samimiy tilaklar bilan hamda duolari bilan. Mana shu davramizda kuyovtiramiz akalar bor ekan, Obid akasi hamda Husan akasi. Kollektivlardan Obid akasi, Husan akasi kelingizlar, sizlarga 100 lira priz. Obid akasi, Husan akasi kelingizlar. Kelinglar, sizlarga ham assalomu alaykum, yana bir marotaba akajonlar, Obid aka. Obid akamiz borlar davramizda, bugungi oqshomimizda. Bitta muzika chalib berasiz. Ha. Assalomu alaykum. Aka, xush kelibsiz. O'zbekistonlik mehmona. Boshingiz omon bo'lsin. Tojikistonlik. Qana bizni Turkmaniston xalqimizning to'yi chiroyli o'tar ekan, aka. Omadingdan bersa, sizni ham xonadoningizga mana shunaqa to'ylarni Allohim nasib aylagan bo'lsin. Farzandlaringiz huzur halovatini ko'ring. Bitta duo berasizlar, akajon. Assalomu alaykum mehmonlar. To'yimizning sababchisi bo'lgan Sanjarbek va Dilora kelinimizning vaqt to'ylarini nishonladik. Hammalaringizga kelganlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Ularga baxt, saodat, kelgusi hayotlarida omad tilaymiz. Alloh yori bo'lsin, ahli yori bo'lsin, ey Parvardigor, o'zing hammamizga shukrlar beramiz. Allohga nasib qilsin. Ey Parvardigor, qilmagin, nomardga muhtoj qilmagin, yaxshilarga yangishtirgin, yomonlarga qarashtirgin. 2 yoshga baxt va saodat tilaymiz. Amin. Amin. Ilohim, iltijolaringiz Allohning dargohida qabul bo'lgan bo'lsin. Akajon, siz ham bitta yaxshi niyat aytasizmi? Hasan Husan akalarim, marhamat. Men davramizga kelgan hamma aql qamdashganlarga, ashura do'stlar va kengaylarga rahmat sog'ingizda hamisha to'ylar ana shunday ulashilar. Hammalarimiz o'ylarimizda shunday to'ylar bo'lsin. Rahmat sog'ingizda kelganlarimiz uchun. Hammalar umrlar uzoq bo'lsin. Rahmat deganlarga to'yga. Rahmat san'atkorlar va videochi ukalarimiz, akalarimiz. Mana davrani olib borgan diktorchilarga ham rahmat sog' bo'lsin, dunyo qancha ketadi. To'ylari bunday ko'p to'ylar chiqdi. Rahmat, barcha akalarimiz. Mana shu yerda akalarim hamda kuyov jo'ralar iltimos qilib turibdilar. Bitta do'stim bilan joynom qo'shiqni aytib bering. Undan keyin yoshlarimizni vaqt to'ylariga uzatamiz. Kuyov jo'ralar sizlar uchun bo'ladi. Bir do'stim bor, qarindoshdek bo'lib ketgan. Bir do'stim bor, doim yonimda turgan. Do'stlarim, mani quvvatlagan. Omad va baxtdan har doim darig' chiqmagan. Qani ketdik.
bersin, akajonim, omading bersin. Kelin, bizni komanda bilan otvorasiz. Bugun kechamizning qurolichasi endigi vaqtning yoshlarni tanlab olaman. Avtomatik skipper 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ketdi. Kelimiz hazırlaştırdı aslında. Ozgina hazırdan keyin 1 2 3 otvorasiz. Tamamımız kırıp kelib, endi hazırlashdik.